Motobloglarda eng arzon narxlarda Optim bazasidan xarid qilaman degan akalar e'tibor berasizlar. Atrofda 3 million, 3,5 million, 4 million so'm sotilayotgan 7 ot kuchli motoblog endi 2 million 400 ming so'mdan olib ketsanglar bo'ladi. Ko'rib turgan motobloginglar 7 ot kuchli benzinli motoblog, mana shu 7 ot kuchli benzinli motoblogdi. Boshqa do'konlarda 3 milliondan 3 million 500 ming so'mgacha sotilyapti. Lekin biz bu ko'rib turgan 7 ot kuchli motoblogingizni atiga 2 million 400 ming so'mdan skidka narxlarda tarqatib yuboryapmiz akalar. Undan tashqari akalar, ko'pchilik so'ragan original Belarus motobloglarimizni 9 ot kuchli hamda 15 ot kuchli Belarus motobloglarimizni 550 tali usulinli katta korobkali variantlari yetib kelgan. Hozir sizlarga mana shu turdagi motobloglarimizni qisqacha ma'lumotlarini, narx-navosini tanishtirib o'taman va kimda kim eng arzon narxlarda Optim bazadan shu turdagi motobloglarni xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranga nomer qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi. Bizda akalar Optim baza nechta kerak bo'lsa bor, narxlari Xitoy narxida akalar eng arzon narxlarda beramiz. Undan tashqari bu motobloglar uchun akalar agregatlari, xohlaganlar uchun chizel, xohlaganlar uchun rotorli kasilka, xohlaganlarga temir balonlar, undan tashqari selka apparatlari, chizellari, agatlari, puluylari, molalari, xullas hamma agregatlari va undan tashqari bu tomonda mana shu motobloglar uchun aravalar deysizlarmi? Undan tashqari mana shu motobloglarni ukam men olib sotmoqchiman, foydalangan degan do'konchi akalarimizga ham aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana pachka holatda ham, yashil holatda ham berilaveradi. Xohlasanglar yig'ilgan, xohlasanglar pachka holatda. Bizda Optim baza bo'lganligi uchun narxlarni aytib o'tyapman, eng arzon narxlarda qilib beramiz. Xo'p, undan tashqari ko'pchilik so'ragan mana bunaqa 3 ot kuchli, 5 ot kuchli, 6 ot kuchli, karterli, 5 karterli, orqasiga mana chizelli variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Hozircha bularni ham qisqa ma'lumotlarni aytaman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastiga nomer ham qoldirib ketyapman. Aloqaga chiqib, bemalol sotib olsanglar ham bo'laveradi akalar. Xo'p, manzilni ham bir qator aytaman. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Shu turdagi qishloq xo'jalik texnikasini eng birinchi qo'l Optim bazasi bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa sizlarga motobloglarimizni tanishtirishni boshladim. Birinchi bo'lib akalar, ukam menga 7 ot kuchli uyga xo'jalikka ishlatish uchun yaxshiroq, sifatliroqdan keladigan akalarimiz uchun har doim tavsiya qiladigan modelimiz Belarus motoblogi. Bu Belarus motobloglarini hamda katta traktorlarini juda ham ko'pchilik biladi. Sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham har doim bu Belarus motobloglari birinchi bo'lib kelgan. Chunki bu Belarus motobloglarini korobka qismi ham 450 tali usulinli hamda 550 tali katta korobkaliklari ham bo'ladi akalar. Eng qiziq joyi akalar, ahamiyat berasizlar, Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Shuni hisobiga ham boshqa turdagi motobloglardan baquvvatroq motoblog so'ragan akalarimiz, qattan motoblog olsangiz ham Belarus motoblogini olishingizni tavsiya qilaman va bu Belarus motobloglari sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham boshqa motobloglardan ancha yaxshi bo'ladi. E'tibor bering. Bu 7 ot kuchli motoblogni 2 million 400 ming so'mga arzon 7 ot kuchli motoblog olgan bo'larmidingiz yoki original Belarus motobloglarimizni 3 million 500 dan 4 million 900 gacha bo'lgan modelini xarid qilgan bo'larmidingiz. Nima uchun qimmatroq modeli deyapman? Qimmatroq modellarimiz ham kelgan. Akalar ahamiyat berasizlar. Bu ham Belarus, ko'rishinglar mumkin. Korobkasi 550 tali usulinli korobka. Undan tashqari aytganimdek, Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Oddiy 7 ot kuchli motoblogdan buni farqi, hamma motoblogda mana bunaqa kichkina balon bo'lsa, bunda mana bunaqa katta, shirokki, usulinli balon bo'ladi. Undan tashqari buni roliga bitta ahamiyat bering mana. Roli bitta qo'lda juda ham yumshoq buriladigan varianti bo'ladi. Oddiy variantlari mana ko'rishinglar mumkin, burilishlari sal qiyinroq variant bo'ladi. Xo'p, xohlaganlarga benzinli, xohlaganlarga Solarisni, xullas 7, 9, 13, 15 ot kuchli motobloglarda assortiment ko'p. Baquvvatroq, sifatliroq 15 ot kuchli motoblog olaman degan akalarimizga Belarus motoblogimizni Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan
15 ot kuchli, korobkasi 550 litalik usulinli korobkalar bilan jihozlangan variantlari ham yetib kelgan. Bularimizni narxi 6,5 milliondan boshlab 7 million 900 gacha bor. Xohlasanglar mana bunaqa oldida starter fari akkumulyatorlilari, xohlasanglar B-starterli, xohlasanglar solarishni, xohlasanglar benzin. Xullas hamma assortimentdan 100% mavjud. Assortimentni ko'rib turibsizlar. Kimga nechta kerak bo'lsa qilib berilaveradi. Manzilda aytib o'tdim, ekranga nomer qoldirdim. Aloqaga chiqinglar. Eng arzon narxlarda shu turdagi motobloklarni qilib beramiz.